Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana ko'rib turganlaring qizil apelsin ko'chatlarimizni har xil hajmdagi ko'rinishlari. Ko'chatlarimiz hammasi maxsus tuvelarga o'tkazilgan. Ko'chatlarning yoshiga, ildiz tizimiga moslab tuvelar tanlangan. Apelsin ko'chatlari asosan 3 yoshdan hosil berishni boshlaydi. Mana ko'ryapsizlar, tuveda turgan holatida hosillarni berishni boshlagan. Juda ham mazasi o'zgacha shirin bo'ladi, noyob sort hisoblanadi. Mana pasportlarini ko'rinishi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Ko'chatlaridan zakazga ko'p miqdorda chiqarib beramiz. Bizda sitrus ko'chatlarini har xil noyob turlaridan bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida Toshkentli Guzar mahalla fuqarolar yig'ini O'rozmergan ko'chasida joylashgan. Aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib, sifatli qilib ko'chatlaridan zakazga tayyorlab beramiz.